Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar. Yana bir xonadonimizni Andijon viloyati Asaka tumani Navoiy savxoz degan joyda tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizni ham bir ko'ring, xudo xolasa sizga yoqadi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa videomizni boshidan oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa bu joylarimizni narxlarini, kvadratlarini aytib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaka Navoiy savxoz degan joyimizda yana bir xonadonimizni chiroyli holatda tunakafon ishlarini qilib berganmiz. Bu xonadonimizda общий kvadrati 147 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Qayerlar 147 kvadrat tunaka ishlangan desangiz, ko'cha tomon o'stirma shapkamiz 65 santimetrga tunakani tarnodi tagidan duvolgacha 65 santimetrlik shunaqa fasonda bo'lgan. Uzunligi 18 metr joyimiz. Naryoqda burchagimizni ham apshipga qilib berganmiz. Darvozamizni tashqi tomonini polni bu joyimizni ham tunakadan o'rab berganmiz. Naryoqda bitta burchagimiz bor. Bu joyimizda ham tunakadan o'ralgan joyi bor. Gipki kamin akalarimizdan keyingi qilingan holat bu o'ta go'zal bo'lgan. Ko'riplari bilan birgalikda bo'lgan. Va darvozaxonamizga ichkariga kirsak, bu darvozaxonamiz 360 ga 4 metrlik joyimiz, ko'riplari bilan birga. Narigi tomonimiz 130 ga 360 lik koridorimiz bor. Bu ham kiradi 147 kvadrat ichiga va ichkari tomonga kirganimizda 130 santimetrga 28 metrlik shapkamiz bor. Bu o'stirma shapkamizni ham tunakafondan qilib berganmiz. Shunaqa chiroyli holatda, go'zal holatda qilib berganmiz. Burchaklarimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bitta, ikkita burchagimiz bor. Ko'riplarda polni yopib berganmiz. Bu xonadonimizni ham oq, mokri tilla ranglarimizdan ishlatib qilib berganmiz. Xudo xolasa siz ham xonadoningizga tunakafon ishlari kerak bo'lib, agarda xizmatimiz sizlarga kerak bo'lib qolsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Fasonimizni bir ko'ring, o'zingiz bir ko'rganingizdan keyin darvozaxonangizga, katta darvozaxonaga ham, kichkinaroq darvozaxonaga ham tushaveradigan fasonlarimizdan biri. Bu chekasida ham tunaka bo'lgan. Bu Navoiyimiz bo'ladi. Bu rombiyimizni eng qisqasi kam rasxod rombiyimizdan bo'ladi. Rombiyimiz ham chiroyli holatda. Ishlarimiz, burchaklarimiz ham har tomonlama xudo xolasa chiroyli holatda bo'lgan. To'g'risi biz amalda qilishni yaxshi ko'ramiz. Imkon boricha qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Chunki siz misol bizga pul berasiz, pulimizni, misol xizmatimizni olayotgan pulimizni oqlab olishga harakatini qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarni ham xonadoningizga shunaqa go'zal holatda tunakafonlar qilib berishga harakat qilamiz. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatda chiqib qilib beramiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Bu xonadonimizga 04 listimizdan qilib berganmiz. 04 listimiz eng qalini bo'ladi. 03, 035, 037 04 listlarimiz bor. Shuning uchun 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Bu xonadonimizga ham faqat tunaka ishlatganmiz. Bu xonadonimizning tunakasi mana masalan darvozaxonamiz, shapkamiz, bu yerda bu tomonida tarno qo'yilmagan, общем tarno qo'yilmagan, bu yerga faqat tunaka ishlangan. 04 listimizdan tunaka qilib berganmiz. Bu xonadonimiz общий kvadratini hisoblaganimizda 147 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 19 million 600 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga aytgan fasoniylarda, ko'rsatgan fasoniylarda agarda tunakadan qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.